Agar sizda MCM Cobalt bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring, sizga foydali bo'lishi aniq. Ayniqsa qishning kunlarida. Ondan elde videomizga 1 like bosib bering, kanalimizga podpisatsiya tugmasini ham bosib qo'ysangiz, shunday foydali videolarda o'tkazvermay ko'rsangizlar bo'ladi. Cobalt MCM olib qolganmiz. Mana hozir ishlar jarayoni ketib turibdi. Mana video registratorlari qo'yilyapti. Xudo xolasa, eng zo'rini yerdan keladigan bo'lsa, qani Mashin zavod bo'ldi. Ko'rdingizlarmi? Chotki bo'ldi, xudo xolasa. Ko'rishlaringiz mumkin. Cobalt MCM. Agar sizlar ham zavod qilishga qiynalib yurgan bo'lsangizlar, ana shunday tip zavod qilib beramiz, xudo xolasa. To'g'ri kelasizlarda kiltni tig'asizlar o'zini. Zamokni ochib haydab ketaverasizlar. Agar mabodo sizlar 10 minut yonadi, xudo xolasa, 10 minutdan elde chiqib qoladigan bo'lsangizlar, yana knopkani 3 marta bossangizlar, mashina o'chadi. Yana 3 marta bossangizlar, yonadi. Hozir zavod bo'ladi, xudo xolasa. Mashina zavod bo'ldi. Qutlar ham chotki ishlaydi, xudo xolasa. Mashina o'chdi. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, 1 like bosib berasizlar, kanalimizga podpisatsiya bo'lib qo'yishim yoddan chiqib ketmasin. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa zo'r narsalarni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz.